Erlarning qo'liga palay kiyib namoz o'qishi. Savol. Assalomu alaykum. Erlar qo'liga palay kiyib namoz o'qisa durust bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Erlarmi, ayollarmi palay kiygan holda namoz o'qisa, to'rt mazhabning qarshida namoz durust bo'laveradi. Chunki qo'l yerga bevosita tegishi, ochiq turishi ya shart ya vojib emas. Imom Ibn Qudama mundaq degan: namozxonning mushu a'zolaridan birining yerga bevosita tegishi vojib bo'lmaydi. Qozi dedi: sallasining bir uchiga yoki kiyimining yeng'iga yoki peshiga sajda qilsa namozi sahih bo'ladi. Bu Malik bilan Abu Hanifa qarishidir. Imom Navaviymi qo'lni ochiq qo'yish vojib bo'lmaydi degan. Chunki qo'l bilan put sajda a'zolaridandir. Putiga paypoq, kash, o'tik kiygan holda namoz o'qisa durust bo'lgandan keyin qo'liga palay kiygan holda namoz o'qisa o'xshashli durust bo'ladi. Said ibn Yazid al-Azdi rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kashini kiygan holatda namoz o'qimdi deb so'rasam, u ha dedi." Masruq rivoyat qiladi-ki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahorat olganda men qo'liga suv quyib bergan edim. Rasululloh o'tkiga masih qilib namoz o'qidi. Hasan Basri: sahobalar issiqning dastidan ikki qo'lini yangdan chiqarmay, salla va do'ppiga o'xshash narsalarga sajda qiladi degan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qiydik. Ba'zilarimiz issiqning dastidan kiyimning bir tarafini sajda qiladigan joyga qo'yib oladi. Buningga asosan qattiq issiq yoki sovuqda yengini yoki chapan peshini yoki boshqa bir narsani alqini bilan yer arliqida qo'yib namoz o'qisimi bo'laveradi. Yana havo sovuq bo'lmagan ahvoldami odatda palay kiydigan ayollar yot erlar bor yerda palay bilan namoz o'qishga muhtoj bo'lishi mumkin. Ayollarmi namoz o'qimoqchi bo'lsa, palayni selib etishi kerak emas. Palay bilan namozi durust bo'laveradi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 65-nomerlik fatvo.